Oqtoshni eng baland nuqtasi ekan bu. Bu yog'iga o'sha dachalar yo'q, ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Mana qaranglar, manzarani. Bu okamizdan yaqinlashtirib ko'rsataylik. Otni yetaklab sekin ketyaptilar. Mana bu tarafdagi manzara ham dodda ekanda. Bugun shunaqa bir villaga kelganmiz. Hozir polniy obzorini qilib sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Katta bunaqa terassasini ko'rishinglar mumkin. 360 gradusda mana shunaqa to juda ham go'zal manzaralar ko'rinib turibdi. Bu terassamizni mana ichkarisida vobshe doda joy bor. Yozgi oshxonalar yasab qo'yilganda, tapchan o'tiriladigan. Mana qaranglar. Glatina qilingan mana shu oynalar hammasi pulut orqali ochilib yopiladi. Hozir ochib qo'yganmiz, pardalarni qaranglar. Yangi qurilgan dachamiz o'rtoqlar, mana shunaqa manzarada sotuvga qo'yilyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, to'liq ko'rib chiqamiz. Dachani o'zimga yoqqan joyi mana shu living roomi bo'ldi o'rtoqlar. Mana tepadagi qandilni qaranglar, qanaqasidan qo'yilgan, katta, xullas o'tiriladigan joy. Mana eshiklar ham surib ochiladi. Havo juda ham zo'r aylanar ekan. Yozlarda ochib qo'yib, bu yoqda endi 20-30 kishiga mo'ljallangan stullarni ko'rasizlar. Oshxonasi, mebel, texnika, hamma narsa bilan to'ldirilgan. Ichkari qismida ham basseyn, sauna, xullas hamma sharoitlar mukammal darajada zo'r qilingan. Taxminan shu 2-3 oy oldin to'liq bitkazilgan dacha. Umumiy hisobda 5 ta yotoqxona, plus yana sanuzil garderoblar bilan birgalikda bo'lsa va dachani yer to'lasida game zona qilingan, alohida kinoteatr, PlayStation, kompyuterlar, bilyardlar, xullas yo'q narsani o'zi-yu. Endi tashqaridan ko'ramiz. Ketdi. Qadrdonlar, dachamiz 8 sotixli yer maydoniga qurilgan, kiruverish katta darvozaxona. Buni tepasi terrasadan tashqari alohida stadion qilingan ekan. Endi marhamat ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Umumiy hisobda 650 kvadrat metr kattalikda imoratimizni bunaqa chiroyli landshaftlar qilib qo'yilgan, o'tiriladigan joylar, besetkalar, bu yoqda kattagina basseyn, monitor, mana qaranglar. Jamoda bo'ldi-da, shunaqa katta monitorlar qo'yish. Bu tarafda qo'shimcha xonalar, hojatxonalar va 20 kishiga mo'ljallangan stul, yozgi oshxonalar bor. Mana oynalari ham surilib, ochilib, yopiladi. Mana o'tirilgan joylarni qarasanglarchi. Lekin lokatsiya ham vobshe zo'r. Oqtosh o'rtoqlar, narxi $600,000 chiqyapti. Qiziqqanlar uchun pastda joy egalarining nomeri aloqaga chiqaverasizlar.